O'zbekistonda yangilik do'stlar. Endi tovuq boqsangiz tuxum bermayapti. Buni yechimi topildi. Ya'ni tovuq kataklarni optim joyiga yetib keldi. Mana bu yerda o'zini tug'ruqxonasi ham bo'ladi. Bemalol tovuq o'zi kirib, tug'ib doyalarigacha bo'ladi, chiroyli qilib tug'dirib berar ekan. Eng qizig'i, yo menga tug'ruqxonali kerak emas. Ya'ni jaydarchasi kerak. Seni kichigi ham bor ekan, razmeriga keladigan bo'lsak, 180 ga eni ham bir, balandligi ham bir, tomlari, qo'ndaqlari bilan bo'lib, atiga 900 ming so'm ekan. Yo meni tug'ug'im zodagon tovuq desalar, 5 yulduzli bor ekan. Xolasizlar tovuq pastida boqsalar, tevasida dekorativniy qushlar, kaptarlar, tovuqlarni ham boqsalar bo'lar ekan. Razmeriga keladigan bo'lsa 2,5 ga, ya'ni balandligi 1.90, eni 1.20 bo'ladi. Pomni kampiri ichida qo'ndaqlargacha bo'ladi. Summasi atiga 3 million so'm qo'yishib ekan. Yo menga jaydarchasi o'rtacha narxda kerak desalar, razmeriga keladigan bo'lsa 2,5 ga, eni 1.20, balandligi ham 1.20, qo'ndaq tomigacha bo'lib, narxiga keladigan bo'lsa atiga 2 million so'm ekan. Vodiy Toshkent bo'ylab dastavka mutlaqo bepul, qolgan joylarga kelishilgan holatda zakaz berish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.